Salom hammaga. Horrible Breakdown kanaliga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan energiya saqlanish qonunini ochiq sistemaga qanday qilib qo'llashni ko'rib chiqamiz. Analizimizni energiya saqlanish qonunining umumiy formulasi bo'lgan mana bu tenglamadan boshlaymiz. Bu tenglama bizga nimani ko'rsatadi? Sistemaga berilgan issiqlik va uni ustida bajarilgan ish sistema energiyasini o'zgarishiga sarflanadi. Bizdagi sistema energiyasi nima? Bizdagi sistema energiyasi uning ichki energiyasi, kinetik energiyasi va potensial energiyasi yig'indisiga teng. Endi bizda ochiq sistema bo'lgani uchun bu formulani shunchaki to'g'ridan to'g'ri qo'lla olmaymiz. Chunki ochiq sistemada biz control volume analizini ishlatamiz va bu control volume analizida control volume ichidagi fluid bloki vaqt o'tgani sari o'zini joyini boshqa bir fluid blokiga bo'shatadi, ya'ni sistemamiz har doim vaqt bo'yicha o'zgarib turadi. Shuning uchun bu formulani to'g'ridan to'g'ri emas, vaqt bo'yicha o'zgarishi ko'rinishida, ya'ni vaqt bo'yicha xoslasi ko'rinishida yozishimiz kerak. Endi mana bu issiqlik va bajarilgan ish sistema properties, ya'ni xossasi bo'lmagani uchun biz ularni xoslasi mana bunday ko'rinishda yozamiz va energy of system sistemamizni properties bo'lgani uchun uni vaqt bo'yicha o'zgarishini mana bunday qilib yozib olishimiz mumkin. Endi mana bu ifoda uchun biz Reynolds transport teoremasini qo'llashimiz mumkin. Reynolds transport teoremasini bunga qo'llaydigan bo'lsak, biz quyidagi holatga erishamiz. Integral control volume ddt rho e dv plus integral control surface rho e absolute velocity va dA. O'tgan safargi formulamizda Reynolds transport teoremasi uchun mana bu xosla tashqarida edi va mana bu yerda relative velocity edi. Endi bu holat ham o'rinli. Bu shunchaki ana bu Leibniz formulasini matematika analizdagi Reynolds transport teoremasiga qo'llangan holat xolos. Xo'sh. Endi bu formulani yozib oldik. Keyinlar biz sizlar bilan mana bu work haqida gaplashamiz. Bizdagi sistemada bajarilgan ish turli xil forslar tufayli bo'ladi. Va albatta bizdagi bajarilgan ish pumplar yoki turbinalar yoki kompressor orqali bo'ladigan bo'lsa, buni biz shaft work deb nomlaymiz. Va albatta pressure, ya'ni bosim bajargan ish ham bor. Va albatta friction force yoki viscous forcelar bajargan ish ham bor. Va qolgan mayda-chuyda forslar bajargan ish ham bo'lishi mumkin. Endi qolgan forslar effekti juda ham kichkina bo'ladi. Misol uchun elektromagnetik kuchlarni biz qarayotgan gaz yoki suyuqlik sistemalarida effekti o'ta kam. Shuning uchun ko'pincha engineering sistemalarda albatta ularning effekti o'ta kam. Shuning uchun 0 bo'lib ketadi. Viscous yoki friction forslarni bajargan ishi albatta control volume'ga qaraydigan bo'lsak, albatta uni control volume'ning ichidagi, ya'ni fluidni o'zini orasidagi yoki fluid bilan qandaydir bir turbina yoki pump bladelari orasidagi forslar tufayli bo'lgan ish inobatga olinmaydi. Bundan tashqari, agar bizda qandaydir aytaylik control volume bor va bu yerda qandaydir sistema bu devorlar orasidagi agar relative velocity bo'lmaydigan bo'lsa, mana bu viscous forslarni bajargan ishi ham 0 bo'ladi va ko'pgina sistemalarda biz qaraydigan mana shu devorlar bilan control volume orasida tezlik yo'q. Shuning uchun buni ham 0 deb olishimiz mumkin. Shunda bizda asosiy worklarimiz albatta bu shaft work va pressure work bo'lyapti. Endi keyinlar biz mana bu pressure workni hisob kitobini ko'rib chiqaylik.
bizda kelinglar mana bu control volume'imiz berilgan bo'lsin va mana shu control volume surface'dan qandaydir bir dA nima oladigan bo'lsak, infinitesimal nima yuza va bu yerda pressure force bo'lsin. U holda infinitesimal pressure work, endi biz power ko'rinishga qarayapmiz, ya'ni vaqt bo'yicha hosillasida. Shuning uchun bu force ni velocity ko'paytmasi bo'ladi, ya'ni mana shu kichkina infinitesimal area qandaydir bir velocity bilan harakat qilayotgan bo'lsin. Qaysi directiondagi farqi yo'q. U holda mana shu pressure force ni endi bu yoqda negativ qo'yilgan, chunki mana bu dA normal vektori bu tarafga bo'ladi. Shuning uchun lekin forceimiz bu tarafga bo'lishi kerak. Shuning uchun nimamiz bu yerda negative directionimiz bor. To'g'ri. Negative qiymatimiz bor. Endi bizda velocity ni qo'yamiz bu yoqqa. Albatta bu yerda absolute velocity. Demak, u holda bizda pressure workimizni vaqt bo'yicha o'zgarishi minus integral PV dA hosil bo'lyapti. Endi mana buni va mana bu Reynolds transport teoremasi chiqqan formulani yuqoridagi tenglamaga qo'yadigan bo'lsak, bizda buni heat flux deb aytsak bo'ladi. Bu heat flux va bizda shaft work formulasi bizga qiziq emas, chunki har xil holatlarda ko'rinish har xil bo'ladi buni. Biz endi pressure workimizda minus PV dA integral control volume dt rho e dV plus control surface rho e v dA. Endi ko'rayotganlaridek mana bu integralimiz pressure uchun albatta mana bu yerga yozib eshitib chiqibdi, control surface bo'yicha hisoblanadi, chunki control volume deb mana bunday olsak, mana bu tashqi surface control surface. Bu integral control surface bo'lgani uchun mana bu ikkita integral bir xil regionda hisoblangan. Shuning uchun bu integrallarni birga qilib yozsak bo'ladi, ya'ni mana bunday ko'rinishda. Control volume vaqt bo'yicha hosilamiz. Rho e dV plus control surface bo'yicha rho, endi biz buni P plus rho e qilib yozsak bo'ladi, yoki rho ni qasdini chiqarib mana bunday ko'rinishda yozamiz. P bo'lingan rho plus e rho v ko'paytiruv dA. Xo'sh, endi ko'pincha engineering hisob-kitoblarda integrallar o'ta bir yoqimsiz holat. Integrallarni hisoblash o'ta qiyin bo'lishi mumkin. Shuning uchun mana bu formula albatta soddalashtiriladi. Ko'p engineering sistemalarimiz mana bunday holatga ega. Ya'ni bitta inlet, bitta outlet bo'ladi xolos. Inlet, outlet va albatta bizga control surface'imizni, to'g'ri control volume'imizni velocity'si yoki umuman olgan control surface qilsak yana ham to'g'riroq, chunki deformatsiyasini inobatga olish kerak bu sistemani. Lekin ko'p holatlarda biz ochiq sistemalarda deformatsiya bo'layotgan sistemani inobatga olmaymiz va control surface'imizni umumiy olganda butun bir sistema bo'yicha butun bir sistema holatda velocity'si bo'lgan taqdirda ham biz shunday qaraymizki, ya'ni biz shunaqangi reference coordinate reference'da bo'lamizki, mana bu property'larni ham mana shu reference system bo'yicha, ya'ni
inertial sistemamiz mana shu control volume bilan bir xil bo'ladi. Ya'ni biz uchun control surface velocity 0. Bundan tashqari, mana bu propertylarni ham mana shu control to'g'ri biz turgan reference sistema bo'yicha, inertial sistema bo'yicha define qilamiz. Ya'ni absolute velocity bilan emas, relative velocity bilan mana shu holatlarni inobatga oladigan bo'lsak, mana bu tezligimiz shunchaki nimani control volume va fluid orasidagi relative velocity bo'ladi xolos. Va bizda albatta ko'pgina engineering sistemalarda mana bu ifodamiz 0 bo'lib ketadi, chunki biz steady nimalarni qaraymiz. Shuning uchun bu shunchaki 0. Xo'sh, bizda faqat bitta inlet, bitta outlet bo'lgani uchun mana bunday qilib yoza olamiz. Agar mana bu A1 bo'ladigan bo'lsa, bizda mana bu A2 bo'ladigan bo'lsa, xo'sh, A2 bo'yicha xo'sh, bizda mana bu integralni hisoblaymiz va A1 bo'yicha mana bu integralni bir xil ko'rinishda faqat A1 bo'yicha integralni hisoblaymiz. Endi buni sal bu tomonroqqa surib qo'ysak yaxshi bo'lar edi. Hayronman. Hammayni mana bunday o'chirib turaylik mana ularni. Sal yonroqqa. O'chirib boshqatdan tizsak ham bo'lardi, endi mayli. Xo'p, xullas. Mana bu inlet, mana bu A1, mana bu outlet, mana bu A2. E rho v velocity va dA. Endi bizda ko'p holatlarda mana bu ifodamiz P bo'lingan rho plus specific energy'imiz mana shu A1 va A2 orasida deyarli to'g'ri A1 bo'yicha, mana shu surface bo'yicha deyarli konstanta, A2 holatda ham, ya'ni mana bu integralda ham teskarisi uzr, A2 da ham konstanta, A1 da ham mana shu surface bo'yicha konstanta, lekin bir-birini qiymati boshqacha, lekin mana shu surface bo'yicha mana shu P taqsim rho plus specific energy deyarli bir xil bo'ladi. Faqat bir narsani e'tiborga olishimiz kerak. Mana bu ifodani alohida yozib olaylik. P taqsim rho bo'lingan. P taqsim rho plus E albatta specific internal energy, kinetic energy va potensial energiya yig'indisidan iborat. Biz mana buni entalpi deb nomlaymiz. Entalpi plus kinetic energiya plus potensial energiya. Lekin bu kinetic energiya, specific kinetic energy'ning formulasi nima? Tezlikni kvadratini 2 ga bo'lingan. Endi ko'p holatlarda mana shu tezlik, mana bu aytaylik A1 bo'lsin. Ko'p biz qaraydigan sistemalarda mana shu surface ga perpendikulyar bo'ladi. Bundan tashqari mana shu joyda o'zgarishi bo'ladi. Mana shu velocity, ya'ni velocity o'zgarishi muhimroq. Mana bu entalpi va potensial energiya o'zgarishidan ko'pgina real sistemalarda. Shuning uchun mana bu entalpi va potensial energiya yig'indisini shunchaki mana bu integralni tashqariga chiqarib olsak bo'ladi, lekin faqat kinetik energiyani tashqariga chiqarmasligimiz kerak. Va albatta mana bu dot produktni shunchaki oddiy produkt qilsak, oddiy skalar produkt qilsak bo'ladi. To'g'ri, skalar qiymatlarni ko'paytmas qilsak bo'ladi. Chunki velocity deyarli perpendikulyar. O'ylashinglar mumkin turbulent flowda velocity perpendikulyar emas-ku. Mana bunday ku deb. Lekin biz turbulent flowlarda ham steady ko'rinishida qilib olyapmiz. Chunki bu approximation vaqt bo'yicha o'rtachasini qaraymiz. O'shuning uchun vaqt bo'yicha o'rtacha holatda
velocitysi bu tarafga qaragan bo'ladi. Turbulent flowlarda ham. Xo'p, demak bizda entalpi va potensiya energiya tashqariga chiqib ketdi. Mana bu integral uchun rho v dA. Mana bu albatta ikkinchi holat uchun va bizda xuddi shu narsa birinchi holat uchun ham bor. Rho A1, rho v dA. Va bizda qo'shimchasiga hali velocitylar yo'qotmadik. Shuning uchun velocity rho xo'sh, bu yoqda v dv, bu yoqda demak bizda v kub bo'lingan 2 dA hosil bo'lyapti. Bu yoqda integral A1 rho v kub bo'lingan 2 bo'lingan ko'paytirib dA. Endi bizda mana bu ifoda mass flow rate deb beradi. Mana bu ifoda ham mass flow rate deb beradi. Endi steady sistemalarda mass flow rateimiz bir xil bo'ladi, ya'ni inletda ham, outletda ham. Bu outlet mass flow rate, bu inlet, lekin ikkovi bir xil steady sistemalarda. Buni Reynolds transfer teoremasi bilan isbotlashimiz mumkin. Misol uchun, mana bu sistemani bo'lsin, vaqt bo'yicha hosilasi, xo'sh, biz control volume dagi hosilani qarayapmiz. Endi bizda bu rho ni o'zi rho qoladi xolos, chunki massani massaga bo'lsak 1 dv plus control surface. Xo'sh, bizda rho v. Endi mana bunday qilib yozsak bo'ladi. Steady holatlarda mana bu 0, mana bu. Endi biz aytayotganimizdek mana bu sistemaga qarayotgan bo'lsak, mana bu relative velocity deb qarasak bo'ladi ko'pgina sistemalarda. Shuning uchun endi relative velocitymiz ham biz uchun absolute. Shuning uchun mana bu surface integral 0. Bu surface integralda hozir aytganimdek mana bu ikkovini ko'rinishda yozib olsak bo'ladi, ya'ni A2 rho v dA minus A1 rho v dA. Bu m out, ya'ni mass flow rate, outletdagi mass flow rate va inletdagi mass flow rate ayirmasi 0. Demak, ikkalasi bir xil. Endi buni mana bunday qilib belgilaymiz. Buni shunchaki ikkovi uchun mana bu harf bilan, mana bu ifoda bilan belgilaylik. U holda bizda xo'sh, quyidagi ko'rinish hosil bo'ladi. Mana o'rniga m dot qo'ysak, buni ham n dot qo'ysak va qa'sini tashqariga chiqarsak, m dot h2 minus h1 potensiya energiya. Xo'sh, potensiya energiya 2 minus potensiya energiya 1. Xo'p, endi bizda mana bu ifoda qolyapti. Xo'sh, integral A2 rho. Endi biz integraldan rho ni ham tashqariga chiqarsak bo'ladi, approximation qilib, chunki rho ham mana shu surface bo'yicha deyarli konstantadir. V kub dA A2 minus rho, bu rho 2 bo'ladi, bu rho 1. So V kub dA. Mana bu 2 yo'qolib ketdi. A1 bo'yicha. Endi mana bu integralni qanday qilib yo'qotishimiz mumkin? Mass flow rate albatta ko'rdik, mana bunday ko'rinishga ega. Endi hozir aytganimizdek rho ni deyarli konstant tashqariga chiqarsak, bizda mana bunday holat hosil bo'ladi. Endi buni average velocity bilan bog'lashimiz mumkin, ya'ni mana bunday qilib rho va a ni ko'paytmasi va 1 bo'lingan a qilsak, mana bu ifoda bizga average velocity ni beradi. Shunda bizda rho v average a ko'paytmamiz hosil bo'lyapti. Ya'ni bizda mana bu v average. U holda biz mana bu ifodaga ham o'zgartirish kiritishimiz mumkin. Mana shu definitiondan foydalanib, keyin mana buni qaraymiz.
Rho v kub ga ifoda. Rho va bo'lingan. Rho va ni o'zini yozib olamiz kelinglar. Rho va va bizda v kvadrat bo'lingan 2 qilib olsak, u holda mana bu albatta average velocity, bu ham average velocity. Xo'sh, demak bizda v average kub hosil bo'lyapti. Va mana bu yerda a qo'yganim uchun pastiga ham a qo'yamiz. Xo'sh, demak bizda mana bu integral. Endi bizda mana bu mass flow rate deb beradi. Mana bu albatta kinetik energiya, average kinetic energiya, specific kinetic energy. Demak bizda mana bu v average kvadrat bo'lingan 2. Agar biz mana bu v average ni integral ichiga kiritib olsak bo'lsak, chunki bu konstantda bu surface bo'yicha, shuning uchun mana bu integralimiz hosil bo'lyapti. dA. Endi biz mana bu ifodani ko'rayotgan bo'lsak, hech qanaqa dimensionga ega emas. Buni kinetic energy correction factor deb nomlaymiz. Kinetic energy correction factor. U holda bizda bu ifodamiz teng bo'lyapti mana bu holatga. Lambda v average kvadrat bo'lingan 2. Demak, mana shu formuladan foydalanib, keyin buni tepaga yozaylik. Pastga emas. Biz bu mana buni beradi. Endi mana bu formulaga qo'yadigan bo'lsak shu narsani, bizda mana bunday mass flow rate umuman tashqariga chiqarib olishimiz mumkin. H2 minus H1 bizda mana bular endi mass flow rate tashqariga chiqarganimiz uchun mana bu qoladi xolos. Lambda 2 v average kvadrat 2 bo'lingan 2 minus lambda 1 v average 1 kvadrat bo'lingan 2 plus potensial energiyamiz endi bizda Gz qilib yozsak bo'ladi. Gz 2 minus Gz 1. Xo'sh, mana bu tenglamamizga yetib keldik. Endi bu tenglamamiz ko'pgina engineering sistemalar uchun o'rinli. Incompressible bo'ladimi, compressible bo'ladimi? Umuman farqi yo'q. Agar biz mass flow rate ga bo'ladigan bo'lsak, bu tenglamani bizda albatta mana bunday narsa hosil bo'ladi. Endi bu specific heat, bu specific work desak bo'ladi. Xo'sh, bu H2 minus H1 mana bunday average lambda 1 v average 1 bo'lingan 2 plus Gz 2 minus Gz 1. Endi ko'p holatlarda albatta engineering sistemalarda bizdagi flowimiz turbulent bo'ladi. Mana shu turbulent flowlar uchun lambdamiz yozaylik. For turbulent flow lambdamiz deyarli 1 ga yaqin. 1dan 1.04 dan 1.11 gacha. Shuning uchun lambdani tashib yuborsak bo'ladi tenglamadan. Ko'pgina turbulent flowlar uchun tenglamamizni mana bunday oddiy ko'rinishda yozsak bo'ladi. Entalpiylar farqi. Lambdan tashib olamiz. V average ni ham o'rniga shunchaki v qo'yib qo'ysak bo'ladi deyarli. Chunki turbulent flowlarda deyarli constant velocity across yuza bo'yicha. Demak bizda mana bu oddiygina tenglamamiz hosil bo'lyapti. Lekin laminar flow uchun for laminar flow lambda 2. Buni kelgusi videoda albatta ko'rsamiz nimaga lambda 2 ligini. Shuning uchun buni inobatga olmasdan ilojimiz yo'q. Shuning uchun ko'pgina holatlarda mana bu formulani ishlatishimiz muhim. Xo'sh,
Endi bizda ko'pgina sistemalarimizda engineering sistemalarimizda heat transfer bo'lmasligi mumkin. Misol uchun, nozzlelarda, pumplarda va kompressorlarda ham adiabatik jarayon deb approximate qilinadi. Xullas, mana shunaqa sistemalarda mana bu heat inobatga olinmaydi. Lekin bizdagi albatta internal frictionlar yoki devorlar bilan albatta bo'layotgan hech bo'lmasa hid oqimi bo'lgani uchun biz mana bu tenglamani sal boshqaroq ko'rinishda ishlatsak bo'ladi. Ya'ni Q va V shaft o'rniga aytaylik biz mana bunday qilib yozib olaylik. V o'sha albatta pumplar, endi kompressor bo'lsa ham, pump bo'lsa ham keyin shunchaki pump deb nomlaymiz va turbinani work albatta turbinani flow aylantirayotgani uchun albatta bu negativ qilib yoziladi. Turbinaniki shunda mana bu enthalpiyni kelar mana bu P2 rho 2 plus U2 qilib yozib olamiz. P1 rho 1 plus U1 endi bu yoqda minus bo'lib ketadi. Plus lambda V average tashib olaylik keraklar. Shunchaki mana bunday qilib yozaylik. Bu yoqda average velocity ekan, tushunib turibsizlar. GZ2 minus GZ1. Xo'sh. Endi kelinglar, mana bularni birinchilarni chap tomonga olib o'tamiz. Birinchi, ya'ni inletdagi narsalarni, ifodalarni chap tomonga olib o'tamiz. Shunda bizda mana bunday tenglamamiz hosil bo'lyapti. Bu yoqda lambda 2 V2 kvadrat bo'lgan 2 plus GZ2 plus turbina va U2 minus U1 minus Q. Endi aytganimizdek, asosiy maqsadimiz sistemamizda albatta mechanical energy ochiladigan bo'lsa, ya'ni mana bu albatta mechanical energy desak bo'ladi. Mana shu mechanical energy ni oshirish maqsadimiz bo'lsa, biz unnecessary yo'qotishlarni xohlamaymiz. Ya'ni bizga endi kompressorlar yoki nozzlelar uchun ichki energiya o'zgarishi muhim bo'lishi mumkin, lekin ko'pgina incompressible flowlar uchun ichki energiya o'zgarishi biz uchun shunchaki yo'qotish bo'lishi mumkin. Mechanical va mana bu sistemadagi devorlar bilan hid almashinuvi ham yo'qotish bo'lishi mumkin. Shuning uchun mana bu ifoda shunchaki bizda mechanical losslar deb beradi. Va bizdagi mechanical losslar albatta pump bilan ham bo'lishi mumkin, turbina bilan ham bo'lishi mumkin va albatta pipelarni agar bizda qanaqadir bir turba bo'ladigan bo'lsa, flow o'sha turba orqali o'tayotgan bo'lsa, mana shu pipelar orqali yo'qotilgan energiya bo'lishi ham mumkin. Bundan tashqari bizda pumpni useful work degan narsa bor, ya'ni mana bu mechanical energiyaga pump rosta kamiga beradigan energiyasi bu pump berayotgan energiyadan mana shu yo'qotishlarni olib tashlangan. Bundan tashqari turbina aylantirishga sarflangan energiya esa biz buni extracted energy deymiz. Bu turbinani aylantirishga va turbina bilan yo'qotilgan energiyalar yig'indisiga teng. Shunda bizda mana bu equationimizni quyidagicha yozsak bo'ladi. Ya'ni P1
rho 1 plus lambda 1 v1 bo'lingan 2 plus g z1 plus pumpning useful worker, ya'ni specific worker va bizda mana bu ifoda gz2 plus turbinadan extracted bo'lgan energy va albatta pipedagi yo'qotishlar. Agar biz mana shu nimani tenglamani G ga bo'ladigan bo'lsak, ya'ni mana bu G ga bo'ladigan bo'lsak, bizda energy headlar hosil bo'ladi va mana shularni energy headlar orqali ham yozishimiz mumkin. Ya'ni bizda kelaman buni copyright qilmasdan yozib olamiz. Rho 1 plus xo'sh lambda 1 v1 kvadrat bo'lingan 2 G pastga qo'yish esimdan chiqibdi, uzr. Xo'sh P1 rho 1 G1 plus lambda 1 V1 kvadrat bo'lingan 2 G plus Z1. Mana buni pump bergan energy head deb nomlaymiz. Va mana bu yerda xo'sh mana bunday va bizda bu turbinadan extract bo'lgan head, energy head va pipedagi yo'qotishlarda biz head loss deb nomlaymiz. Va shu bilan biz xohlagan formulaga ega bo'lamiz. Mana shu formula bilan biz ko'pincha incompressible flowlarda incompressible flowlarni mana shu formula bilan osongina analiz qilsak bo'ladi. Xo'sh, ko'rayotgan bo'lsanglar, albatta agar bizda hech qanaqa pump bo'lmasa yoki turbina ham bo'lmasa va yo'qotishlar bo'lmasa, biz tenglamamiz Bernoulli tenglamasini eslatadi. Ya'ni mana bunday ko'rinishi, agar lambdamiz ham deyarli 1 bo'ladigan bo'lsa, biz xohlagan o'sha Bernoulli tenglamasiga ega bo'lamiz. Ya'ni mana bunday rho G2 plus uzr, G2 qo'yib qo'yibman, rho 2 G bo'lishi kerak edi. Rho 2G xo'sh V2 kvadrat bo'lingan 2G plus Z. Agar buni albatta G ko'paytiradigan bo'lsak, o'tgan safar qanaqa yozgan bo'lsak, xuddi shunaqa ko'rinishdagi ifodaga ega bo'lamiz. Ya'ni mana bu ifodamiz konstant, ya'ni Bernoulli, biz xohlagan Bernoulli tenglamasiga energy equation orqali ham erishsak bo'lar ekan. Albatta bu yoqda massive approximation bor, albatta shuning uchun Bernoulli equation uchun ko'pgina assumptionlar qo'llash kerak. Bugungi videomiz shu haqida edi. Ko'rayotganlaringlardek biz erishmoqchi bo'lgan energy equation albatta mana bu ko'p nima uchun nima desak bo'ladi, incompressible flowlar uchun. Albatta bundan tashqari mana bu formula ham o'ta foydali. Umuman compressible bo'ladimi, incompressible bo'ladimi, yo'qotishlar umuman farqi yo'q. Mana shu formulani bemalol ishlatsak bo'ladi. Yoki mana bu power ko'rinishda ham bemalol ishlatsak bo'ladi. Albatta lambdalarni inobatga olib, mana bu holatda yoki mana bu holatda biz laminar flow nimaga mana bu lambdasi 2 bo'lishini albatta kelgusi videolarda ko'ramiz. Hozircha shular. Yoqqan bo'lsa like bosinglar. Obuna bo'lishni unutmanglar. Hammaga rahmat.